Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Mana magazinimizda yangi mini kombaynlarimiz kelgan. Bularning obzorini qilib beramiz. Birinchi manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kirib kelaverishda, yo'lda bo'yidagi magazinimizda. Xo'p, bu mini kombaynimiz nimalarni o'radi? Sholi, bug'doyni o'rib va o'rish bilan birga mana bunkerda pryamoy ajratib berib ketadi. Ajratib sholisini sholi, xashagini xashak qilib, xashagini maydalab bu tarafdan chiqarib beradi va sholini yoki bug'doyni donini bu yerda qop kiygizdiriladi. Qopga ham birorta xaltaga tushirib beradi. To'lgandan keyin sekin tushirib, pryamoy qopga isrof qilmaydi, qayoqqa chachmaydi. Shekilga pryamoy tushirib beradi. Buni pastidagi mana ventilyatorga o'xshagan narsani rasmini qo'yib qo'ygan. Bunga haligi mayda qipig'larini chiqarib yuboradigan joyi akalar tozalab beradi. Endi juda katta kombaynga o'xshab tozalamasa ham, lekin eng asosiysi bog'larda ichiga kiradi, sepli, botib qolmaydi. Asosan sholilarga mana bu narsalar ham bemalol ko'tarilib tushadi, ko'rishingiz mumkin. Toshloq yerlarda ham bemalol uzilib ketmaydi, ish beraveradi. Balondan baquvvat. Garantiyasini 6 oy 1 yilgacha zavodskiy defektiga, ya'ni 6 oy o'rishiga garantiya beraveramiz. Xo'p, bunimizda yana nimalari bor? Bularimizni motorlari 192 salarka motordan qilingan bo'ladi, dizel motor. Xo'p, bunimiz roli qanday roli mana bu bo'ladi va bittasi mana bu richagimiz yurgizdiradi oldinga orqaga. Skorlari bor. 3 ta oldinga, bitta orqaga 4 ta skori bor. Mana bu o'ng tarafdagisi jatkani, oldindagi jatkani kombayndikini ishlatadigan richagi. Xo'p, bunimiz mana ko'rishingiz mumkin. Motordan remi orqali harakatga kelyapti va eng qizig'i tagidagi yana bitta ikkinchi qator pichog'i ham bor. Bu haligi toshloq yerlarda, turpoqlarda ochilib ketmaydi. Spes jatkalarning jatkasiga, qolgan jatkalarga nisbatan o'ta baquvvat. Bularimiz tozalab o'rib ketadi. Shuning uchun tagiga ham qo'ygan. İşte bu toza o'rishi uchun katta kombaynga o'xshab katta qog'izib ketadi ko'rsalaring. Bu toza o'radi va ajratib beraveradi. Bularimizni narxi 73 million so'm, kamini qilib beraman. Murojaat qilaverasizlar akalar, 73 million so'mga beramiz. Xo'p, bularimizni garantiyasini aytib o'tdik, manzilimizni aytib o'tdik. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar akalar. Murojaat qilaverasizlar, videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz.